Assalomu alaykum, Kato'lus kanali hurmatli tomoshabinlar. Bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Do'rmon mahalla fuqarolar yig'iniga 35 kilovatlik Turkiyada ishlab chiqarilgan Fabrin firmasini avtomatik bunkerli koteli hamda to'rtta dimoxodlarini dastavka qilib beryapmiz. Kotelimiz 2025-yil 4-oktyabr sanasiga $2400 bo'ldi. 200 kvadratdan 350 kvadratgacha xonadonlarga bemalol ustanovka qilsalar bo'ladi. Ichi tashi nержавейка dimoxodlarimiz 1,20 m bo'ladi, 150 diametrda bo'ladi. Ichi 410 ming so'mdan bo'ldi har bir donasi. Kimga shunaqa kotollar kerak bo'lsa, bizni kotollar showimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida bemalol tashrif buyursalaring, Ko'mir qozonlar markazi Rossiyskiy Turetskiy o'zimiz ishlab chiqargan shunaqa har xil milliy va заводской garantiyali kotollar bor. Hozir tayyor paytida sotib olishlaring mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tepadagi raqamlarga Telegramdan yozsalaring, lokatsiyamizni tashlab beramiz, kelib o'zlaring tanlab olaverasizlar. Videoga like bosib, ko'mirli kotollar bilan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida.